Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar uchun bitta lakshiy xonadon topib qo'ydik. Manzilimiz Farg'ona shahar Sadvin Savxozda joylashgan. Shedevr choyxonasining shundoqqina oldida yangi qurilgan 4,5 sotixlik 2 qavatlik kottej forma qilib qurilgan. Kirganimizda o'ng qo'limizda bitta kattagina mehmonxonamiz. Uyimiz remont holatlari juda ham zo'r holatda, kirib yashashga tayyor. Uyimizda barcha jihozlari bilan birgalikda sotilyapti. Bu tomonimizda ayollarimizni sevimli xonasi, oshxonasi. Oshxonamiz ham tayyor holatda, tayyor mebellar, jihozlari bilan shunday qoladi. Mebellarda ham yaxshi mebellar qo'yilgan, bitovoy texnikalari. Oshxonamizdan chiqqanimizda bitta kattagina paraxodimiz, koridor qismimiz, bu tomonda asosiy paraxod, bu koridor qismimiz. Oshxonamiz shundoqqina oldida sanuzelimiz, birinchi qavatda sanuzeli joylashgan. Dush kabinalar qilingan. Bu tomonda birinchi qavatimizda spalniya qismimiz. Ko'rib turganlaringdek, barcha jihozlari ham yangidek turibdi. Bu tomonda yana bitta mehmonxonamiz bo'lyapti. Uyimiz to'liq atapleniya qilingan, barcha jihozlari bilan. Orqa tomonda havo aylanishi uchun alohida joylar tashlab ketilgan. Bu tomonda kotelniy xonamiz, konturli atapleniyalar qilingan. Ikkinchi qavatga chiqib oldik. Ikkinchi qavat ham tayyor. Kirganimizda bitta xona. Bu tomonda ikkinchi qavatda alohida bitta spalnisi. Bu tomonda yana bitta xonamiz bor. Garderob sifatida foydalanishyapti. Bu pustoy xonamiz. Ikkinchi qavatda alohida sanuzel qismi mana. Va yana bitta katta xona. Endi sizlarga uyimizni hovlisini ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganlaringdek, hovli qismimiz ikki tomoni zironli zona, fontanchalar qilingan, juda ham sifatli qilib. Plitka toshlar bosilgan. Ikkita mashina bemalol sig'adi. Yozgi hayvonlar, yozgi oshxona qilib olsalar ham bo'ladi. Darvozadan kirganda o'ng qo'l tomonimizga uyimizni fasad qismi. Uyimiz yana bir qator manzilini tushuntirib o'taman. Farg'ona shahar Sadvin Savxoz Shedevr choyxonasining shundoqqina oldida yangi qurilgan 4,5 sotixlik 8 xona oshxonasi alohida. Ushbu xonadonimiz uchun 149 ming AQSh dollari narx so'rashyapti. Kelib egalarining o'zlari bilan kelishishlari mumkin. To'liq ma'lumotlar uchun pastda telefon nomerlarimizni qoldirib o'taman. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqishlari mumkin.